Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. AQSh prezidenti Donald Tramp Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatdan mamnun ekanini bildirdi. Uning aytishicha, dengiz yo'lagi hozirda to'liq ochiq. Uning bu haqdagi so'zlarini C-SPAN nashri keltirdi. Hormuz bo'g'ozi bo'yicha ishlarimiz juda yaxshi ketmoqda. Kecha bo'g'oz orqali tarixdagi eng ko'p neft qabul qildik. Bizda haqiqiy neft favorasi bor. Bo'g'oz to'liq ochiq degan Amerika rahbari. 18-iyun kuni AQSh va Eron o'zaro anglashuv memorandumini imzolagan va uning doirasida Hormuz bo'g'ozi ochilgan edi. 20-iyun kuni esa Eron tomoni Isroilning Livon janubiga bergan zarbalarga javob sifatida dengiz yo'lagini yana yopgan. 22-iyun kuni AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance bo'g'oz qayta ochilganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, kemalar harakatining tiklanishi neft va gaz narxlariga ham ta'sir ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh va Eron Shveysariyada o'tkazilgan muzokaralarda 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuviga erishish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib olgani haqida xabar berilgandi. Isroilliklarning 90% ortig'i Eron AQSh bilan urushda g'alaba qozongan deb hisoblaydi. Bu haqda Qudus Ibroniy universiteti tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalarida ma'lum qilindi. Ishtirokchilarning 92% Tehron mojaroda g'olib chiqqan deb hisoblasa, 83% urush Isroilning uzoq muddatli xavfsizligini zaiflashtirishga ishonmoqda. Qatnashchilarning 73% esa Netanyaxuning urushning ijobiy natijalari haqida bayonotlarini ishonchli deb hisoblamagan. AQSh va Eron Shveysariyada o'tkazilgan muzokaralarda 60 kun ichida yakuniy tinchlik kelishuviga erishish bo'yicha yo'l xaritasini kelishib oldi. Bu haqda Qatar Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Bayonotga ko'ra, Doha va Islomobod vositachiligida tuzilgan qo'mita yuqori darajadagi yo'l xaritasini tasdiqlagan bo'lib, bu 60 kun ichida yakuniy kelishuvga olib boruvchi jarayonning asosini tashkil etadi. Shuningdek, bu kelishuv yangi texnik muzokaralarning darhol boshlanishini nazarda tutadi. Qatar TV'ning X sahifasida e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, AQSh va Eron delegatsiyalarining birinchi raundi 22-iyun kuni yakunlangan. Biroq texnik muzokaralar hafta oxirigacha davom etadi. Ular Shveysariyaning Burgenstock kurortida bo'lib o'tmoqda. Tomonlar shuningdek Livanda harbiy harakatlarni to'xtatish mexanizmi bo'yicha kelishilgan va Hormuz bo'g'ozi orqali tijorat kemalarining xavfsiz o'tishi uchun aloqa liniyasini ochgan. Reuters'ning xabariga ko'ra, AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Eron rasmiylari bilan muzokaralarni boshlagan va aprel oyidan beri amal qilib kelayotgan o't ochishni to'xtatish rejimini yana kamida 60 kunga uzaytirish masalasini muhokama qilgan. Avvalroq Eron TV vakili Ismoil Bag'oy Hormuz bo'g'ozi orqali kemalarning xavfsiz o'tishi uchun favqulodda mexanizm yaratilganini bildirgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Ariqchi esa neft eksporti va muzlatilgan aktivlar kabi bir qator masalalar bo'yicha kelishuvga erishilganini aytgan. Muzokaralardan oldin Eron Hormuz bo'g'ozini qayta yopish haqida bayonot bergan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Eronga qayta hujumlar bilan tahdid qilgan. Shundan so'ng Eron delegatsiyasi muzokara joyini tark etgani haqida xabarlar tarqaldi. Eron shuningdek Trampdan uzr so'rashni talab qilgan, chunki u Eron vakillariga Hormuz bo'g'ozi yopilsa, sizning davlatingiz bo'lmaydi degan mazmunda ogohlantirish bergan. Kelishuv 18-iyun kuni masofadan turib imzolangan memorandumdan keyin boshlangan bo'lib, u ikki davlat o'rtasidagi qurolli ziddiyatni tugatish va kengroq tinchlik muzokaralarga yo'l ochishga qaratilgan dastlabki qadam hisoblanadi. Shuningdek, Vance o'z bayonotida boshqa muhim masalalarga ham to'xtalib o'tgan. Endigi masala tomonlar birgalikda yana nimalarga erisha olishadi. AQSh eski yondashuvlarga qaytishi emas, Yaqin Sharqdagi munosabatlarni butunlay o'zgartirishni xohlaydi. Qatar, Pokiston, Isroil va AQSh mintaqaviy tinchlik ustida ishlamoqda. Livan bo'yicha hal qilinmagan masalalar bor, ammo Washington hozirgi vaziyatdan mamnun.
Bugun tomonlarga asosiy kelishmovchiliklarni aniqlashga yordam beradigan texnik muzokaralar jarayoni boshlanadi. Mamlakatlarimizning siyosiy rahbariyati muzokaralar guruhlarini qo'llab-quvvatlaydi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshi berk ko'chalardan chiqishga yordam beradi. Oldimizda ish ko'p va biz buni bajarishga tayyormiz, deydi Vens. U shuningdek AQSh va Eron o'rtasidagi muzokaralar 21-iyun kuniyoq bo'lib o'tishi haqida gapirgan edi. AQSh vitse-prezidentining so'zlariga ko'ra, Donald Trampning maxsus elchisi Stiv Uitkov va amerikalik muzokarachi Jared Kushner allaqachon Shveysariyaga yetib borgan. U muzokaralarga o'zi ham qo'shilishi mumkinligini istisno etmadi. Vashington va Tehron o'rtasidagi vositachi mamlakat Pokiston tashqi ishlar vaziri texnik maslahatlashuvlar 21-iyun kuni Shveysariyaning Brugenstock shahrida bo'lib o'tishi kerakligini ma'lum qildi. Muzokaralarda Qatar va Pokiston vakillari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Avvalroq AQSh va Eron delegatsiyalarining uchrashuvi dastlab 19-iyunga belgilangan edi.